Biz bu qitimliq Jahon Ayniki programmasida dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur do'stlarimiz shug'ullanayotgan faoliyatlar va dunyoda yuz berayotgan muhim ishlarga nazar solamiz. Jahon Aynikimizga marhamat. Jahon Aynikimiz Kanadada. Kanada Montreal Uyg'ur ana til maktabidagi o'maq do'stlar noyda jangovar maktab xorini o'rgandi. 2019 yili sentabrdan boshlab Kanada Montreal Uyg'ur ana til maktabidagi kichik do'stlar ana til o'qituvchisi Rida Avlamid muallimning ijodiyatidagi maktab xorini o'rgandi. Xor mazmuni intayin jangovar bo'lib, ana til maktabdagi o'maq do'stlarning shundaqla ota-onalarning yoqtirishiga erishdi. Maktabda o'qituvchilarning yetaklashi, ailelarda ota-onalarning yaqindan hamdamda bo'lishi natijasida eng kichik o'quvchilardan tortib cho'nglarigacha hammasi bu xorni o'lchamlik o'rganib bo'ldi. Bu orqali saboqdoshlarning ona til maktabga bo'lgan qizg'inligi texmo oshdi. Bu xor yaqinda dunyoning har qaysi joylaridagi kichik do'stlarning huzurida bo'ladi. Jahon Aynikimiz Turkiyada. Turkiya aeroportlarga tunji qitim robotlar, ya'ni mashina odamlar saplangan. Mashina odam yasashga qiziqadigan kichiklar sizlar bilamsizlar? Mashina odamlar turmushimizga singib kirayotgan bu davrda yaqinda Turkiya aeroportlarga tunji qitim mashina odamlar saplangan. Dunyodagi eng chong aeroportlarning biri bo'lgan Istanbul yangi aeroportimi mashina odamlar orqali ta'minlanadigan mulozimatlarni yo'lga qo'ygan. Undaqda bu mashina odamlarning qanday iqtidori bordi? Turkiyada TRT kanalining deyishicha, bu mashina odamlar aviatsiya qatnashish uchun zarur bo'lgan nurg'un mashg'ulotlarni bajarish iqtidoriga ega ekan. Ya'ni ular qatnash uchurlarini tekshira oladi ekan hamda yo'lovchilarning yo'lni tepishiga yordam qilish qatorliq mulozimatlarni bajara oladi ekan. Demak, bu mashina odamlar yo'lovchilarning safariga qulayliklarni olib keldi ekan. Biz bu uchurlarning mashina odamlarga qiziqadigan o'maq do'stlarimizning bu jihatga qiziqishni texmo oshirdiganligiga ishonamiz. Jahon Aynikimiz Amerikada. Shvetsiyalik muhit asrash faoliyatchisi Greta Thunberg Amerikada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Klimat faoliyati umumiy yig'inida nutq so'zladi. Bu yig'in 2019 yil 23 sentabr Amerikaning New York shahriga joylashgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ochilgan. Bu yig'inda muhit asrash sohasida aktiv faoliyatchi bo'lib tanilgan 16 yoshli Greta Thunberg dunyoning har qaysi joylaridagi kichik do'stlarga vakolatan yer shari xarakterli klimat o'zgarishining oldini olish to'g'risida sizlar qanday sizga petindinglar degan temadagi nutqni so'zladi. U bu nutqida nurg'unlagan davlatlarning siyosiy va iqtisodiy sohalarga ko'ngil bo'lib, yer sharining klimat o'zgarishiga qarata yetarli tadbir qo'llanmaganligini, buning uchun o'zida kichik bolalarning o'ttirga chiqishga majbur bo'lganligini ta'kidladi. Greta yana bu nutq orqali yer shari temperaturasining davomli o'rlishining oldini olish va buzilayotgan ekologik tangpunlik uchun chora izlashning hammamizning vazifasi ekanligini o'ttirga qo'ydi. Jahon Aynikimiz Shvetsiyada. Assalomu alaykum Erkin Sidiq ustoz. Va alaykum assalom ukam. Oldi bilan menga shunday bir yaxshi fursatni yaratib berganligingiz uchun sizga va boshqa barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Erkin Sidiq ustoz, siz Shvetsiya va boshqa davlatlarda ziyoratda bo'libsiz. Bo'libmi siz Shvetsiya Mahmud Qashqari ona til maktabida alohida Uyg'ur o'smirlar tayyorlagan sovg'atga erishibsiz. Bu vaqtda o'zingizning ta'sirotini anglashni loyiq topdik. Mening bu qatimki safarimdagi birinchi punkti Shvetsiya edi. Shvetsiyada 2 kun turdim. 2 kun ahamiyatli ishlar bilan o'tdi. Birinchi kuni leksiya so'zlash faoliyati bo'ldi. Ikkinchi kuni Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoat to'plashib yana bir faoliyat qildik. Bu faoliyat shu Shvetsiya Mahmud Qashqari ana til maktabidagi o'quvchilarniki numar ko'rsatish bilan bo'ldi. Boshlandi. Bu maktabniki mudiri Zoyat O'tkir singlimiz bolalarni bu qatimki faoliyat uchun yaxshi tayyorlabdi. Bolalar farzandlar oldi bilan bir she'r deklamatsiya qilib berdi. Bu she'rga meni kirgizib boshqa tayyorlabdi ekan. Qattiq ta'sirlandim. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. Undan keyin yana bir naqsh o'qib berdi. 7 farzandimiz naqsh o'qib berdi. Bularniki har birisi quyosh sistemasidagi birdan planetaga vakil bo'lib, uniki inglizcha atilishi, o'lchamlik atilishi, anadan keyin Uyg'urlarniki
yeli tilda atılışı birleştirip başlar qilib tuzilgan naqsh ekan. Nihoyatda qattiq ta'sirlandim. Ben hozirgacha Nuriyalarga borgan, ammo bundaq bir qarshilash faoliyatini ko'rmagan o'zim. Shunga nihoyat qattiq ta'sirlandim. Ko'zlarim namlashdi. Biz hozir shu Xitoyniki qattiq zulmi ostida yashab, chet eldagi sargardon bo'lib, mushunchalik ishlarni qilib turibmiz. Bizning bolalarimiz mushunchalik ishlarni qilib turibdi. Buni ko'rsatgan ko'p farzandlar chet elda tug'ilib o'sgan. Shunga men bu ishga bola beqib cho'ng qildim. Mening bolalarim vatanda tug'ilgan, ammo Amerikaga kichik kelgan. Shunga bir bolani mushundaq darajadagi ona til savati bilan cho'ng qilishniki qancha ta'sirligidan bilaman. Ashta bu boshqa nihoyat qattiq ta'sirlandim. Bu meniki bu qatim safarim uchun nihoyat bir ahamiyatli, qimmatli qarshilish faoliyati bo'ldi. Shvetsiyadagi qarindoshlarga shunchalik suyundim. Ularga cho'nqur minnatdorligim bor. Ularga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Can aynikimiz Qozog'istonda. Qozog'istondagi o'quvchilar ustozlarining o'qituvchilar bayramini tabrikladi. Qozog'istonning mamlakatlik o'qituvchilar bayrami kuni 152 nomerlik Murat Hamrayev maktabidagi o'maq o'quvchilar ratlik ham yarishimliq maktab formalarini kiyib, ustozlarining mamlakatlik o'qituvchilar bayramini tabrikladi hamda ularga bo'lgan minnatdorligini bildirishdi. Bu o'quvchilar o'zlariga bilim bergan ustozlarining teniga salomatlik, turmushiga baxt va xizmatiga utuq tiladi. Qadrli do'stlar, bu qitimli programmamizni yoqtirib ko'rganliginglar uchun rahmat aytamiz. Kelarki qitimli programmamizda sizlar bilan qayta yuz ko'rishishni intizorlik bilan kutamiz. Xayr xo'sh.